Jo'xa, qani, Jo'xan tez topib beringlar menga. Menga uy qurib berish kerak edi. Negadir ko'rinmayapti. Voy, Jo'xa, qayerdasan? Tezroq kel va menga uy qurib ber. Voy, Jo'xa deyapman, eshitmayapsanmi? O'g'lim, nima uchun baqir-chaqir qilyapsan? Ana Jo'xa, qani, uy qurib berish kerak edi. Tez ayting menga uy qurib bersin. Ko'chada qolib ketdim. Ya'ni sizni uyingizda. O'g'lim, meni yonimda yashaver. Yo'q, menga o'zimga uy kerak. Bo'ldi, hozir borib Jo'xa bilan gaplashib kelaman. Muammo yo'q. Boring tezroq. Mana ketyapman bolam. To'xtang, men ham boraman. Ishlarim juda ham ajoyib ketyapti, ayniqsa YouTube'dagi. Chunki obunachilarni qaranglar, wow, juda ham tez obuna bo'lib tashyapti, menga yoqyapti. Tak, ana endi nima qilish to'lish kerak? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va do'stlar, kanalimda yaqinda 1000 ta obunachi bo'ladi. Shu o'sha yaqinni juda ham yaqin qilish uchun tez kanalga obuna bo'linglar, chunki bitta juda uddar yangilik bor. Men 1000 ta obunachi bo'lsam, bilasizlar nima bo'ladi? Merning o'g'li Kachok bilan Короче, oktagonga chiqib jang qilmoqchiman. U uchun albatta sizlar men to'g'ri chiqib berishinglar kerak. Tez obuna tashinglar, bu sizlar uchun hech qanaqa qiyin masala emas. Va videoga like bosinglar. To'xtanglar, mer o'tgandek bo'ldi orqa tomondan. Mer bilan gaplashib ko'rish kerak. Men nima kelyapti uyimga? Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom Jo'xa. O'g'limda sendan gapi bor ekan. O'shaga gapirsin. Gapirsin bemalol. O'g'lim gapir. Xullas, Jo'xa, menga uy qurib bermoqchi eding. Esingdami? Esimda, lekin menimcha qurib bera olmayman. Nimaga? Qurib berim kelmayapti chunki. Pulingni beraman. Qurib ber, iltimos, $10,000 beraman. Yo'q, jinnimisan, qurmayman. Unda $20,000 beraman, qurib ber. Sen jinnimisan? Nima pul hammasini hal qiladi deb o'ylayapsan? Pul ishni nima hal qilmaydi? Unda $50,000 beraman, qurib ber. Mayli, onasini hamsin qurib beraman. Qayerdan quramiz? Yur, hozir ko'rsataman, ortimdan kel, davayte. Bo'ldi, gap yo'q. Lekin qarada, men unaqa katta uy, zo'r uy qurib bera olmayman. Imkon boricha. Janob mer kelyapsizmi? Ha, kelyapman. Короче, mana shu yerdan qara, BMWni oldi tomondan qurishing kerak. Juda ham udar qilib qurishing kerak. Короче, BMW uchun bitta garaj ham qurishing kerak. Xullas, chempionning uyiga o'xshasin. Bo'pti, men ketdim, keyin kelaman. Mayli. Lekin janob mer, meni o'zimda shaxsiy ishlarim bor. Fermamdagi ishlarim qolib ketadi. O'shalarni ham qilishim kerak. To'g'ri. O'g'lim ovozida gapirib qo'ydimi? Bo'pti, borib ishlaydi, ko'rib kel. Mayli. Otasini ovozi o'g'lini ovoziga o'xshab ketar ekan. Juda ham g'alati. Mayli-chi u. Bu endi bilmadim nima deb bahona qilish kerak bunda. Lekin juda ham qiyin-da. Garajli uy qurish juda ham vashcha qiyin, to'g'risini aytsam. Sizlar like bosib, komment yozib, motivatsiya berib tursanglar, men o'zim hammasini yorib tashlayman. Tak, birinchi o'rinda fermamdagi ishlarimni qilib olishim kerak, chunki fermadagi ishlar agar tugasa, keyin o'zimning shaxsiy boshqa ishlarimga o'tsam bo'ladi va keyin uy qurishni boshlayman. Xo'sh, ana endi belkuragimni hamda mana bu bir ikkita narsalarni ham olish kerak. Nimaga bu narsalar kerak desanglar, chunki hozir polizimni sraz tez yig'ishtirib tashlaymanda, keyin borib merning o'g'liga, ya'ni Kachokka uy qurishni boshlayman. Qanchalik tez qilsam, shunchalik tez bo'lib ketadi hammasi. Aytgancha sizlar qanchalik ko'p like bossanglar, men shunchalik ko'p video chiqarishga harakat qilaman. Misol uchun 100 ta like bossanglar 100 ta video, 1000 ta like bossanglar 1000 ta video. Wow, men 1000 ta video qanday chiqaraman, hayronman. Lekin eng qizig'i, sizlar bitta obuna bo'lsanglar, men bitta kanal ochaman va sizlar 10,000 ta obuna bo'lsanglar, men 10,000 ta kanal ochishimga to'g'ri keladi. Bu juda ham qiyin narsa. Lekin men sizlar uchun uddalashga harakat qilaman va zo'r kontentlar chiqarishga harakat qilaman. Sizlar esa menga motivatsiya berib tursanglar, bo'ldi, всё. Aytgancha mana bu chirik kartoshkani tashlaveray. Aytgancha do'stlar, Jo'xa.uz YT degan meni asosiy kanalim bor, bilasizlar. U yerda faqat va faqat seriallar chiqadi. Shu uchun o'sha kanalni kollaboratsiya qilib ulaganman. Tez u kanalga ham obuna bo'linglar. U kanalda tezroq 10,000 ta obunachi to'plasak, men uddar konkurs o'tkazmoqchiman. Konkurs shartlarini o'zim sizlarga aytib o'taman. Aytgancha Telegram kanalim va Telegram guruhim bor. Ularni esa video opsiyasidan topishinglar mumkin va tez otib obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham ajoyib yangiliklarni bilib olsanglar bo'ladi. Mana shu polizimni nihoyat ishlarini tugatib bo'ldim. Tak bo'ldi. Всё, normalniy chok hammasi. Ana endi bu narsalarni joylashtiramiz joyiga. Endi esa tak qo'yamiz. Ana endi narsalar joylashtiraman-da, sirazi borib merni tak o'g'lini uyini qurishni boshlayman. Menimcha unchalik qiyin ish bo'lmasa kerak, chunki unaqa katta uy qurishni bilmayman o'zi. Bilmaganim uchun ham kichkinaroq uy qurib qo'yaman. Tak, hozircha
yog'och bilan, ya'ni daraxt taxtalari bilan yog'och hamda tosh olib kelish kerak uyni qurish uchun. Men esa o'zimni qiynamagan holatda mana shu gelikchani shunday minamanda, boramanda prostadak olib kelaman. Bu gelikni minish mazza qaranglar. Uy, juda ham sekin yurar ekan. Mers haqiqatdan da musor avtomobil. Sizlarga qanaqa avtomobil yoqishini bilmadim, o'zingizlar yozib qoldiringlar. Lekin shu hamma videomda shu narsani so'rayapman. Ko'pchilik Mers deyapti, ko'pchilik BMW deyapti. Aynan qaysi biri yutishini umuman bilmayapmiz. Lekin men uchun bilasizlarmi? Nexia 2 baribir legenda. Chunki O'zbekistonda bor mashina va puli ham juda ham arzon va juda ham tez yuradi desak ham bo'ladi. No, BMW emas baribir. Lekin baribir o'zbekni mashinasidan qo'ymasin degan holatda Damas legenda deb qo'yamiz. Короче, ko'p gap eshak yuk deganlardek sekinroq yo'g'i kamroq gapiramiz. Mana bu daraxtlardan olsak, yana bitta daraxt olish kerak, lekin ekologiyani ham asrash kerak, chunki ekologiya bizga kislorod ishlab chiqarib beryapti va sizlar avlodlarimizga qanchalik ko'proq darajada ekologiyani asrab qolib, ularni kelajagi uchun xullas foyda keltirishimiz qandaysiga amalga oshirishimiz mumkinligini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu lekin sizlar uchun juda ham qiyin bo'lishi mumkin, ammo misol uchun bitta ajoyib ya'ni nima desam ekan, tavsiya bu o'rmondagi daraxtlarni kesmaslik. Lekin o'zim kesyapman. Chunki bu Minecraft. Lekin haqiqiy hayotda hech qachon o'rmonlarni yo'q qilmasligimiz kerak. Biz uchun kislorod shunda tugab qolishi mumkin. Tak, ana endi tosh olib kelish kerak. Toshni esa bilasizlar qayerdan olinadi? Albatta shaxtadan. Shaxtaga tushamiz, toshlarni olamiz, keyin esa merning kachok o'g'liga qo'shishni boshlaymiz. Shu kachok nimaga merning o'g'li? Hayronman. Doim o'zi shunaqa boy odamlarning o'g'li yoki qizi yoki mana shunaqangi qanaqadir mansabdor odamlarning o'g'li yoki qizi mana shunaqangi zo'r bo'lib ketadi. Men ham zo'r bo'lib ketyapman, Xudoga shukr. Lekin baribir nima desam ekan, Короче, mayli, e'tibor qilmaymiz unaqa narsalarga. Hozir esa men toshlarni yig'ishtirib olishim kerak tezroq. Tak, okey, bilmadim endi qancha tosh ketadi, lekin iloji bo'yicha ko'proq tosh olish kerak. Bilasizlar, uyni toshdan qursak baquvvat uy bo'ladi, shunda uzoqroq vaqtga chidab beradi. Lekin merni o'g'li yaqin orada ketaman degan gap qilganda, ya'ni qishloqda 1-2 kun yashayman, keyin esa shaharga boraman, ya'ni jang o'tkazishim kerak degan. Chunki u jang qiladi, bilasizlar, Octagon Liga jang ber deb. Короче, Taysonga o'xshar ekan bir tomondan. Do'stim, suka bu suka bu deydi-ku, o'shanaqa Taysonga o'xshar ekan. Men o'xshatdim, endi sizlar o'xshatdinglarmi yo'qmi, kommentariyaga yozib qoldirasizlar uni. Kimga o'xshatganliklarini albatta. Lekin ismi Kachok ekan. Ya'ni Tayson emas, ismi Kachok. Kachok bola, Kachok. Tak, mana shu toshni ham olsak, menimcha yetadi, boshqa tosh olishim shart emas. Ana endi mashinani o'sha merni uyini yoniga, ya'ni biz uy qurishimiz kerak bo'lgan uyni yoniga etamiz. Asta haydash kerak. Chunki agar qayergadir urib olsam, juda ham dabdala bo'lib ketadi. Lekin baribir Mers juda ham yomon mashina. Endi iloji yo'q, haydab borib kelyapman shuni ham. Mana bu yerdan uy qurishni boshlaymiz. Tak, всё, mana bu yerni esa tozalab chiqamiz. Bu yerni tekislayman birinchi o'rinda. Lekin uy qurib o'tirishim sizlarga aniq bilaman, juda ham ko'p vaqtinglarni oladi. Shuning uchun videoni shunday to'xtataman, bitta pauza qilaman va 1 minutda uy tayyor bo'ladi. Sizlar esa video o'tkazmasdan, to'xtatmasdan oxirigacha ko'ringlar, maslahatim. Davayki, men unda boshladim. Va nihoyat Kachokning uyi deyarli tayyor bo'lib qoldi. Bir ikkita kamchiliklar bor, o'sha kamchiliklarni hozir tugataman. Mana bu yerda juda ham ajoyib joy qilib qo'ydim. Короче, kamchiliklardan biri bu garaj muammosi. Ammo mana bu gelik xalaqit berib turibdi, o'shaning uchun hozir bu yerdan biroz olaman, keyin esa garajni to'liq qurib bitkazaman. Buni qanday joylashtirsak bo'ladi bu yerga? Biroz o'ngroq. Voy, kirib qoldi shekilli. Ana shu blokka yopishib qolish yo'qmaydi menga mashinalarni. Tak, mana bu yerni hozir ochishimizga to'g'ri keladi. Ana endi asta-asta qaziymiz. Mana shu narsasi yomon BMWni, chunki mana shu narsa uni musor qilib ko'rsatadi. Bu BMW dama, yo'g'i BMW deyapmanmi? Mers deyotgandim. Mersda hamma ayb. Tak, BMWda hech qanaqa ayb yo'q, chunki BMW u legendarniy mashina. Lekin menga baribir aytaman, Nexia 2 yoqadi. Tak, eng zo'ri baribir Damasligini ham aytdim. Labo avtomobillar ham yoqadi, chunki bilasizlarmi, men uchun mashina tezligi ham, komforti ham muhim emas. Men uchun foyda berishi muhim. Sizlarga ham mana shunaqa narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni mashina olayotganinglarda tezligini ham o'ylamanglar, komfortini ham o'ylamanglar. Sizlarga qanchalik darajada foyda berishini o'ylaydi. Tamom, boshqasi kerak emas. Mana o'sha garaj tayyor. Lekin menimcha tak, bu tomonda ham bir blok tepa qilish kerak, chunki juda ham yaxshi bo'lardi agar bir blok tepa qilsam. Tak, qo'yamiz.
Yana bitta qo'yamiz va qo'yamiz, atak qo'yamiz. Yana bitta yana belgilaymiz. Xo'sh, asta qurish kerak. Tez quradigan bo'lsak, tez qurilgan narsa o'zi uzoqqa bormaydi va tez qulab tushishi mumkin. O'shaning uchun asta quramiz deyapman. Mana va nihoyat tugatdim. Ana endi kachokni chaqirib kelib, uyni ko'rsatishimiz kerak. Kachok adashmasam u yerda edi. Tak deyman, taq deyish kerak. Kachok, qara o'yin qalay chiqibdi. Va yoribsan, to'g'risini aytsam. Bomba chiqibdi. Hozir uyni ichini ham ko'rsak, agar ichi ham yo'qsa, senga pulingni beraman, ya'ni $50,000 Bo'ldi, gap yo'q. Voy, jinnimsan, men ikkinchi qavatga qanday chiqaman? Uchib chiqamanmi? Endi u sani problemang, qanday chiqishing. Menga pullarimni bersang juda ham ajoyib bo'lardi. Mayli, lekin menga yo'qdi, to'g'risini aytsam. Ayniqsa garajni zo'r qilibsan. Garajga ko'proq vaqtim sarfladim, lekin maslahatim Mersni BMWga alishtir. O'ylab ko'raman. To'g'ri aytsan bir tomondan. Yo, ikki tomondan to'g'ri aytaman. Bo'pti, o'ylab ko'raman. Mayli, sog' bo'l. Rahmat, o'tish, lekin pulim ko'payib ketdi. Ana endi zo'r bo'la hammasi. Brat, kachokka qurgan o'yim qanday chiqibdi? To'g'risini aytaymi? Yo, alding. To'g'risini aytsam, buzib chiqibdi. O'zi bilardim. No, Mersga yarasha uy bo'pti. To'g'ri aytasiz. Lekin brat, mana uni cho'ntagingizga solib qo'ying. Wow, uyni dahshat quribsan, gap yo'q lekin. Sanlarni aytmadim. Mayli, sanlar pul desa, o'zingni fikringga almashtirasan. Korotchi uyimga borib, yaxshisi video tayyorlay obunachilarim uchun. Xullas, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. U esa o'z vaqtida chiroyli ko'ryapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'linglar.